Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng tarqalgan, ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan videolarni bir nechtasini hozir sizlar bilan tomosha qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda hindistonlik yigit Rossiyaga ishga borgandan so'ng rus qizini 7-qavatdan uloqtirgan videosi keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Hattoki bu holatga rossiyaliklar ham munosabat bildirmoqda. Hindiston jangari filmlari endi Rossiya hayotiga ko'chdi deb hattoki ruslarni ustidan ham kulishmoqda. O'z uylarini ijaraga bergan ruslar ham hindlardan barcha uylarini tortib olishmoqda. Hattoki bir xonalik kvartiraga 40 kishi o'rnashgan videolar ham tarqaldi. So'nggi kunlarda internetda har xil xabarlar tarqayapti. Rossiyani hindistonliklar bosib ketdi deb men o'zimcha o'yladim. Endi hindistonliklarda ham Rossiyada rizqi borda deb o'yladim. Yo'q, unaqa emas ekan. Hindistonliklar Rossiyaga ruslar azoblagan borgan ekan. Hozir bitta video ko'rib qolib, to'g'risi hayron qoldim. O'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar haqiqatan ham ba'zi birlar ruschani bilmasdan shu ruslarni qiynagan bo'lsa, hozir hindlar na ruschani biladi, na farosatni biladi, na ovqatlanish madaniyatini bilar ekan. Mazza qilasizlar deb videoni ko'rsalaring. Mombari nanga kasongo mbona wewe songa libala kasongo ye kasongo mbona wewe ana bunaqa bo'larkan pizza ish. Biz bilmas ekanmiz pizzani bunaqa qilmish. Wash and cup of tea. Today is Calabar. Leave me some record. Hey, limon parangui. Isso penico. आराम ही दिखे ये वीडियो ना बनना आंख पे है Не, ну а что вы удивляетесь? 10 тысяч мигрантов из Индии. Ну приехали и чё? Таджики, узбеки-то уехали. Кыргызы уехали. Вот, пожалуйста, индийцы как бы тоже строить приехали, работать приехали, снег убирать приехали, дворы, мусор и так далее. Вот насчет мусора, конечно, не знаю, но танцуют они прилично. Ну да ладно, мир, дружба, жвачка. Теперь снег будет чиститься, мусор вывозиться, стройки строиться, квартиры отделываться. Вот это да. इस केड़ा औखा है पर जदों आए आ इत्थे फिर पता लग गया दिमाग मेरी आंदी हुंदी सी पुत्तर परदेस हुंदा ते चलियो वाकई पता लगा कि जदों इत्थे बंदा बीमार होवे ना या बुखार ही चढ़ दे बंदे А вы говорили, таджики по 10, по 12 человек живут в квартире. Вон, индийцы по 40 человек живут вот в таком маленьком помещении. Как вы думаете, сколько китайцев к нам приедет? И сколько их уместится? Мир, дружба, жвачка. В моем холодильнике, вот это мой холодильник. И сейчас, смотри, что здесь. Это вот он как 13 мая помог стакана, его ничего закрыться как бы нет. Надеюсь, действительно. Вот то, что я вычистила отсюда. Вот. А здесь вот еще. Вот это все. Ребят, мы не успеем за сегодня. Это, блядь, там пиздец. Вот там вот всякая хуйня. Я того, короче, рот ебала. Мы не успеем. А там вот в полторашках моча лежит. Вот здесь все моча половина. А это смешно. Где того рот. Все в осколках, все разбито, все пути разбиты. Чайник разбит. Кастрюля с едой с ужином разбита. На стенах еда.
Kulgili joyi yo'q. Yana kulmayman deganu. Odam ustidan kulish emas, sразу aytaman. Yana darrov negativ yozmaylar. Sal uyqum kelib turgan ekan shekilli. Yo endi manda nima ayb? Induslarda ayb hammasi. O'ylash kerak edi-da. Induslarni joylashdan oldin induslarni men ko'rsatib kelyapman, ko'rga hassa qilib. Ular hayvon sifat insonlar. Hammasi ham emas, lekin ayrim joylarda shunaqa yashayotgan bular. Bular isqirt yashashga, poyezdlarni tagida, atrofida, balchiq, botqoqlarda yashashga o'rgangan. Hozir maslaga bitta video joylayman. Gapira olmay qoldim. Tomog'im. Kvartiraga bizni o'zbeklarni qo'ygisi kelmaydi bularni. Nima uchun endi yig'isi qilyapti? Men o'zim Peterda yashaganimda rosa 1,5 oylab kvartira qidirdim. Hammasini ruskiy, tam bu yoq. Kelib посредник to'pasam agentim, hammasi atmaska qilib sizni ignorirovat qiladi. O'zidan просто gapingizni ham eshitmay o'chirib qo'yadi. Bu sallaga jazo. Kulsa ham bo'lardi aslida. Chunki odam ajratish, millatchilikka oxir oqibat shunaqa bo'ladi. Salla shunaqangi cho'chqa xalqiding, o'zingga yarasha cho'chqalarni topib kelding. Molli siydigan ichib tagida cho'miladigan insonlardan buqiga bayram qilib nimani kutgan eding? Molpamlar molligicha qoladi. Bizni o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'izlarni o'zlaringcha qo'lingni uchida ko'rsatuvding. Sekin boshlanishi yomon emas. Moskvani Mumbayga aylantiramiz degandim. वीडियो ना बनना आर्म्स पे रहता हूँ, रात भर मेहनत से मैं रहता हूँ, मेरा ऑर्डर रिपीट कर करके हिलाता जाना नींद भर भर के तुझको जाना है तो जा तू मेरा ये निकल कर जाऊं मुझको दे जा शराबिया तो मैं हूँ शराबिया. Videoni tomosha qildik do'stlar. Bu kabi holatlarga siz nima deysiz va siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.